Bu Qara menga. tashab ket. Qara. Tashab ket. A'udhu billahi samii'al Bir necha kun oldin primoy efir qilib hammalarga ko'rsatgan edim. Bu bola asli O'zbekistonlik, Koreyaga 2 yillik o'qish viza bilan kelgan. Onalari iltimos qilyapti. O'sha Koreyada o'qiydigan o'qishidagi o'rtoqlari iltimos qilyapti. Avaz aka iltimos bizga yordam bering deyapti. Nima bo'ldi desam, endi xalq tilida aytganda ozgina ziyon tekkan, ya'ni jin tekkan. Juda ko'plab imomlar bilan maslahat qildik, juda ko'piga aloqaga chiqdik. Bir ikkita imomlar hattoki dam soldi, rupiya qilindi, hamma harakatlar bo'ldi. Lekin shu harakatlarga qaramasdan hali ham bu bolada ziyon bor. Lekin onasi aytayaptiki, iltimos avaz ber, shu o'g'limni tezda O'zbekistonga jo'natib bering deyapti. Har kuni 24 soat telefon qilib yig'laydi ayalari. Keyin men aytdim, opa dedim, qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, lekin hamma narsani o'zini yo'l yo'rig'i bor. Bu bolani Incheon aeroportidan samolyotga chiqarmayapti dedim. 2 marta mendan oldin o'zlari Incheon aeroportiga borishgan, ikkalasida ham bu bola o'sha aeroportda to'palin qilganligi uchun aeroportdagi o'sha xodimlar, ya'ni politsiya buni samolyotga chiqishiga ruxsat bermagan. 2 marta biletiga kuygan. 3-martasida mana bizga aloqaga chiqishyapti. Biz primoy efirda ko'rsatdik, o'zlaringiz guvohi bo'ldilaringiz. Juda ko'plab odamlar duo qilishdi. Menga juda ko'plab odamlar SMS yozyapti. Muhammad holat qanaqa, qachon jo'natasizlar, nima bo'ldi, nima bo'lgan ekan o'zi. Asho aytganimdek jin tekkan. Hozir men boshqa shaharda turibman. Inshaalloh bugun Incheonga yetib boraman. Sizlardan faqat duo qilinglar. Iltimos sizlardan bu bolani ertaga Allohning izni bilan, sizlarning duolaringiz bilan Incheon aeroportiga olib chiqib O'zbekistonga onasini bag'riga uchirib yubormoqchimiz. Endi nima demoqchiman? Bu bolaga hech qanaqa ehson yig'madik. O'zini ayasi tillalarini sotdi, mayda-chuyda u yoqdan pul oldi. Bizga o'sha kerakli summani jo'natdi. Keyin bu bolani o'zini Koreyada ozgina ishlagan pullari ham bor ekan. O'sha pullariga yana qayta mana 3-marta yana bilet olyapmiz. Duo qilib turinglar, bu bolani tezda O'zbekistonga ertaga qanot sharq orqali jo'natib yubormoqchimiz. Yana bitta narsa, bitta o'sha ayalarini sinfdoshlari ekan, bir akamiz bor ekan, shu Koreyada ishlab yurgan inson ekan. Shu insondan yordam so'radi. U inson ham qo'limdan kelgancha yordam beraman. Muhammadning ayasi meni sinfdoshim bo'ladi dedi. Shu inson ertaga Xudo xolasa Muhammadni olib O'zbekistonga olib ketyapti. Maksimalni sizlardan qaddashga duo qilinglar, repost qilinglar, like, komment bosib bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Koreyada hozir qish vaqti, sovuq. Vaqtida biz ham ovqat yemayapmiz, vaqtida uxlamayapmiz, vaqtida shu ko'chalarda qatib olsak ham, mana shu bola ertaga o'zi nimadir qilib qo'ymasin, shu bola ota-onasini bariga eson-omon yetib borsin deb turib harakatdamiz. Endi Koreyada ilojisi bo'lmayapti. Koreya shunaqa joy. Koreyada shunaqangi holatlar juda ko'p bo'lyapti. Mana shu haftani o'zi 3 ta bo'ldi. Instagramga qo'ymagan o'limlar ham 3 ta bo'ldi. Ularni qo'ymadik, chunki ko'pchilik qo'rqib ketyapti. Avazbe qo'rqib ketyapmiz deyapti. Shu videoda ichida yana bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, Koreya bu musulmon davlat emas. Endi tasavvur qilinglar, bu yerda nimaga o'lim ko'p bo'lyapti, nimaga bu jin tegdilar ko'p bo'lyapti desangiz, endi sababini hozir jicha oldin aytib o'tdim. Odam o'zi biladi. Bu yerda masalan azon ovozi yo'q, bir yugurib bir ziyon tegsa kirib bir domlaga dam solib chiqadigan joy yo'q. Tushunyapsizlar, men nima demoqchi bo'layotganligimni. Shuning uchun qo'llaringdan kelgancha agar farzandingiz Koreyada o'qiyotgan bo'lsa, постоянный alo qilib holidan xabar olib turing. Iloji bo'lsa bitta o'zi yashamasin umuman. Har doim yonida sherik bilan yashasin. Iltimos sizlardan qo'ldan kelgancha maksimal podдержка qilinglar. Men qo'limdan kelgancha amaliy yordamga постоянный tayyorman. Meni ham nima menga manfaat deb o'ylaysizlar? Hech qanaqa manfaat yo'q menga. Aytayaptiki, ayasi iltimos avaz ber, o'lgunimcha duo qilaman, deyapti. O'sha insonning duosiga sababchi bo'lish uchun men harakatdaman va sizlarning duolaringiz sababchi bo'lish uchun harakatdaman. Biz bu ishni birinchi marta qilayotganimiz yo'q. Deyarli 10 yildan beri qilib kelyapmiz. Juda ko'pchilikda, masalan, o'sha o'zini osayotganda ham, o'zini tomdan tashlayotganda ham juda ko'pini o'sha o'limdan o'zini o'ldirmasdan o'limdan qutulib qolib O'zbekistonga yoki o'sha o'z vataniga qaytib ketishligiga sababchi bo'lib qolganmiz. Endi ulgumaganlarimizni juda ko'pi hali aytib o'tganimdek o'z joniga qasd qilgan. Iltimos sizlardan yosh bola ekan, Muhammad degan bolacha, shu bolani haqqiga duo qilinglar. Chunki bu hali O'zbekistonga borgandan keyin ham bu kasaldan to'la to'kis qutulib ketadi, onasini oldiga borsa degani joyi yo'q. Shuning uchun hammadan maksimalni duo
repost, komment tarqatinglar. Men bu videoni nima uchun qilyapman? Koreyada yurgan farzandi bor ota-onalar, iltimos sizlardan juda ehtiyot bo'linglar. Bu Koreya orzular mamlakati emas. Bu faqat Koreyada zo'r pul topadi, hamma yo'q zo'r. O'zbekistondan 50 yil oldin dekan deb turib shu narsalarga aldanib qolmanglar. Bu Koreyaning minus tomonlari ham bor. Masalan, men shu kanalimda doim shunaqangi og'ir holatlarni ham yoritib boraman. Menga ham o'zi zarilmas. Ko'pchilik aytadi, "Avazbek, sen nima mana shunaqa holatlar oqtarib yurasanmi?" deydi. Yo'q. Meni oldimda yurganlar juda ham yaxshi biladi. Meni vaqtim ham yo'q. Meni oldimda yurganlar, "Avaz aka, siz odammisiz, nimasiz o'zi?" deydi. Vaqtida uxlamaymiz, boshqa qilamiz, lekin maksimalniy harakat qilamiz. Har qanday o'sha og'ir holatda qolgan o'zbekmi, qozoqmi, qirg'izmi, rusmi, boshqa millat, tojik, boshqa millat bo'lishidan, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar yordam berishga iltimos sizlardan mana shu Muhammad haqqiga duoda bo'linglar. Ahvoli juda ham og'ir. Ertaga aeroportga olib chiqib, Toshkentga, ya'ni O'zbekistonga jo'natib yuborishimiz uchun faqat sizlardan duo. Ota-onasi yordam berdi. Muhammadning o'zini ishlagan puliga bilet oldik. Bu 3-marta jo'natishimiz. 2 martasida o'zi aeroportdan qaytib kelgan. Hali aeroportda spiskasiga ham tushgan bu bola. Endi men o'zlaring bilasizlar, oldinlari bir haftada deyarli 2 marta, 3 marta O'zbekistonga borib kelardim. Aeroportda qayerda nafas olish kerak, qayerda nafas chiqarish kerak, qayerga qarab gapirish kerak, shularni tipa bilganim uchun o'sha qo'limdan kelgancha maslahatim beraman. O'zim ham ajdanaga kirguncha o'shda turaman. Ajdanadan o'tdim, Avazbek samolyotning eshigini yopdim degungacha aeroportda turaman. Lekin biz amaliy harakat qilyapmiz. Buni inshaalloh sizlarning duolaringiz bilan Alloh taolo bizni shu narsaga erishtirsin. Rahmat hammaga, bizni maksimalniy duo qilib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Anam qiynalyapti. Nimani aqlashadinglar? Ishladim. Lekin qara. Bu tanada turishlik senga harom qara. Ertaga Ramazon oyi kelyapti. Muborak oylarda bu tanadan chiqib ket. Bo'lmasa Alloh taolo kechirmaydi gunohlaringni. Boshim. Chiqasanmi, chiqmaysanmi? Ish olaysanmi men boshim? Mening boshim borganda ish olaysanmi? Hech kim senga tegishmaydi. Qani, Muhammad? Muhammad? Ach. Ha, voy молодец. Tishla. Tishla, ol. Ozgina yeb ol. Ye. Tishlaring chaynagin Muhammad. Tish, ol. Ye. Ol. Chayna Muhammad. Chayna. Muhammad, voy. Muhammad. Ovqat yemadi, sho'rva ichira olmadik, og'ziga qo'ysak qusib yubordi. O'zi chips bersak yeyapti. Yutib ol. Yutganingdan keyin beraman. Ha, yutib ol. Chayna, yut endi. O'tir. Ayt dedim bolalarim, boshi xidan kelardi. Kim ekan ayt xudan kelsa? Boshi esa Aha. asammi o'ynama bola. Asammi o'ynama bola. Yo'q, aytchi. Asammi o'ynama bola. Xudan kelsa nimadan boshlayman? Kim u? Kim u aytgan? Nima qildi u senga? Agar aytsam qilmaydi. Hech nima qilmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Azbeka ana ingipshil keldi, ona bolani olib ketyapmiz. Bu bolani hozir bolnitsasi aniqlanmadi, qayerga olib ketishni endi gaplashamiz. Bu bolani holatini endi tushuntiramiz aka. Chiqim, piyon, 됐어요? 지금 식사도 아예 못했어요? 아무것도? 안 먹었어요. 잠도 못 잤어요? 안 못 잤어요. 그냥 이렇게 됐어요. 이전에 말고 예전에 본인이 가지고 있던 병 같은 거 있었어요? 질병 같은 거 있었어요? 우즈베키스탄에 있을 때? 예. 뭐 어떤 거? 그냥 가족을 만나고. 향수병, 아니 앓고 있는 병. 아, 병? 네. 아, 잠시만요. Muhammad, ismingizni aytib qo'ying, ismingizni. Muhammad deb qo'ying, bo'ling. Ismingizni aytib qo'ying. Bilasiz, shunaqa holat aka. Hozir ismini so'rasam ko'zini ochib, alanjalan qilyapti, lekin gapirmayapti. Azbekga keldik.
Nasıl? ID kartı? Ko'zi harakatlar, ko'zini azini ochadi. Qamallaydi, kiyib ishda uxlaydi. Qiynalib ketdi debdi. Azbeki yana hozir omadga doktorlar o'qib qo'yishdi. Bola ancha bo'shashib, sekin o'ziga kelib qoldi, uxlayapti. Qo'rquvda uxlatadigan. Sababli o'zini tanib ismini aytdi-da. Nomini ismini ham ayta olmayapti o'sha. O'zini shu gaplarni gapiryapti har xil bir ma'nosiz gaplarni gapiryapti o'sha. Azbeki mana bu bola hozir больницаdan kelgan. Kech payt 2larda kelgandan keyin ancha yaxshi uxlayapti. Doktorlar tinchlantiradigan ukol qilishdi. Bola tinchlangandan keyin ba'zi o'zini hushida yotdi. Keyin olib kelib nima qildi bu bola o'sha kech payt 8lardan beri uxlab uyg'ongan yoki yaxshi hozir maza qilib dam olyapti. Endi uxlandim. Ko'rsatdim men olib ketadim. U meni qiynamadi, eshitmadi, o'ldirmadi. U chiqib tashladi. Uni jahli chiqdi. Nima qildi? Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? U chiqamayapti. Deb qaragan. Bolalaring aytib ketgan bo'lganda deb qaragan. Bolalarim yaxshi-da. Qayerda bolalaring? Qayerda? G'orni ichidami? Toldi kavagidami? Qayerda bolalaring aytib? Qayerda? Jannatda? Nechta bolalaring bor? Nechta bolalaring bor? Aytchi.